O'zgalarning hayotiga qarab emas, o'zingizni sharoitingizga qarab yashang. Shunda baxtli bo'lasiz. Hech qachon demang. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Vaqti noma'lum, ammo chiptasi olingan yo'lovchilarmiz. Inson daryo kabidir. Faqat yuzasi ko'rinadi. Tubida nima yashiringan, qanday to'fonlar bo'lmoqda? Buni bilib bo'lmaydi. Ertaga qilaman dema. Bugun ham kechaning ertasi edi. Nima qila olding? Nafratlanaman. Nimadan? Gunohi ko'p, tavbasi yo'q qalbimdan. Odamlar pulim ko'p bo'lsa yaxshi yashayman deb o'ylashadi. Yolg'on. Agar siz pulni qanday xarajat qilishni bilmasangiz, muammolaringiz kattalashib boraveradi. Borgan sari kattalashadi. Shuning uchun doim oyning boshida pulni saqlab qo'yishni o'rganing. Maoshingizdan ma'lum bir qismini saqlab qo'ying o'zingiz uchun. Masalan, non olishga borganingizda nonvoyga pul to'laysiz. Mashina olganda esa dillerga to'laysiz. Qachon o'zingizga to'laysiz? Sizga birinchi bo'lib to'lanishi kerak. Faqat saqlab qo'yayotganingizda, oyning eng boshida. Shuni unutmang. Ochiq-sochiq kiyingan qiz qimmat mashinaga o'xshaydi. Ko'radigan ko'p, oladigan yo'q. So'z og'izda insonning qulidir. Og'izdan chiqsa, inson uning qulidir. Sizdan ketgan insonlarga achinmang. Qachon ko'rgansiz chirigan meva daraxtda turganini? Nomusning jinsi bo'lmaydi. Men erkakday ayollarni ham, sharafsiz erkaklarni ham ko'rdim bu dunyoda.